Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, oilangizda 35 yoshdan katta insonlar bo'lsa yoki o'zingiz rasmiy ish staji, pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam masalasida xavotirda bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi ma'lumot oddiy gap emas. Bu ko'pchilikning puliga, pensiyasiga, hujjatlariga va kelajakdagi kafolatiga bevosita taalluqli. Hozir sizga shov-shuvli sarlavhalar o'rtida aslida nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi va eng muhimi, kech bo'lmasdan nima qilish kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam o'z haq-huquqini vaqtida himoya qilib qoladi. Avvalo asosiy muammoni aniq aytaman. So'nggi yillarda O'zbekistonda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, ish staji, rasmiy daromad, soliq va davlat xizmatlari bo'yicha tartiblar tobora raqamlashtirilyapti. Bu nimani anglatadi? Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjat. Mehnat daftarchasi, mahalla ma'lumotnomasi, tashkilotdan olingan arxiv xati yoki tanish bilish orqali izohlanadigan bo'lsa, endi ko'p holatlarda davlat organlari ma'lumotni elektron bazalardan tekshiradi. Ya'ni men 20 yil ishlaganman. Mening daromadim yo'q. Mening nomimda hech narsa yo'q. Men vaqtida badal to'laganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Tizim sizning rasmiy ish joyingizni, soliq to'lovlaringizni, pensiya jamg'armasiga tushgan ajratmalarni, mulk ma'lumotlarini, ayrim hollarda avtomobil, ko'chmas mulk, tadbirkorlik faoliyati va boshqa ko'rsatkichlarni tekshiradi. Oldin qanday edi? Masalan, inson 1995 yildan 2008 yilgacha bir korxonada ishlagan, keyin korxona yopilgan. U odamda mehnat daftarchasi bor, unda muhr bor, yozuv bor. Ko'p hollarda shu hujjat asosida staj tasdiqlanar edi. Yoki odam qishloqda fermer xo'jaligida, qurilishda, bozorda, ustachilikda ishlagan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Pensiya yoshiga yetganda esa men butun umr mehnat qildim deb keladi. Inson haqiqatan ham mehnat qilgan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy badal to'lanmagan bo'lsa, elektron bazada ko'rinmasa, hujjat bilan tasdiqlanmasa, bu yillar pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Mana shu joyda eng katta og'riqli masala boshlanadi. Endi nima o'zgardi? Hozirgi tartiblarning eng muhim mazmuni shuki, davlat sizga pensiya yoki ijtimoiy to'lov tayinlayotganda faqat og'zaki bayonotga emas, tasdiqlangan ma'lumotga tayanadi. Bu bir tomondan adolatli. Kim rasmiy ishlagan, soliq va ajratma to'lagan bo'lsa, uning huquqi himoya qilinadi. Ikkinchi tomondan xavfli tomoni ham bor. Kim yillar davomida norasmiy ishlagan, hujjatlarni yo'qotgan, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tekshirtirmagan, ish beruvchi soliq to'lamaganini bilmagan bo'lsa, pensiya yoshiga kelganda kutilmagan muammoga duch keladi. Men ayniqsa Gertimkel 65 yosh oralig'idagi fuqarolarga alohida murojaat qilaman. Gertim yoshda hali pensiya ancha bor deb o'ylash xato. Chunki pensiya bir kunda yig'ilmaydi. Bugun rasmiy ish stajingiz, bugun to'lanayotgan soliq va ajratmalar, bugun saqlayotgan hujjatlaringizni 10-20 yildan keyin sizning oylik pensiyangizni belgilaydi. 55 yoshdan oshganlar uchun esa vaqt yanada qimmat. Agar hujjatda xato bo'lsa, arxiv topilmasa, tashkilot tugatilgan bo'lsa, sud orqali faktni tasdiqlashga to'g'ri kelsa, bu bir kunda bitmaydi. Ba'zida bir hujjatni tiklash uchun oylar ketadi. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Bir fuqaro 58 yoshda, erkak kishi pensiyaga yaqinlashyapti. U 1990 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin zavod tugatilgan, arxiv qayerdaligi noma'lum. Keyin 2001 yildan 2010 yilgacha bozorda savdo qilgan. Lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida to'liq ro'yxatdan o'tmagan yoki to'lovlarni muntazam qilmagan. 2016 yildan keyin esa rasmiy ishga kirgan. U odam o'ylaydi, men 30 yildan beri ishlayapman. Lekin tizimda rasmiy tasdiqlangan staj deylik, atigi 10-12 yil chiqib qolishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutilgandan kam bo'ladi yoki ayrim davrlarni tasdiqlash talab qilinadi. Yana bir misol. Ayol kishi 22 yoshda, 3 farzandning onasi. 1993-2005 yillarda tikuvchilik seksida ishlagan, lekin sex norasmiy faoliyat yuritgan. 2006-2015 yillarda uyda buyurtma olib tikkan. 2019 yildan rasmiy ishga kirgan. U juda mehnatkash, lekin rasmiy hujjat kam. Pensiya va ijtimoiy himoya tizimi esa mehnatni his qilish bilan emas,
hujjat va elektron ma'lumot bilan ishlaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Men ishladim degan haqiqatni mening ishlaganim hujjatda bor degan dalilga aylantirish kerak. Kimlar albatta xavotir olishi kerak. Birinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Qurilishda, bozorda, taksida, uy xizmatida, dehqonchilikda, ustachilikda, mavsumiy ishlarda shartnomasi ishlagan insonlar o'z stajini tekshirdirishi shart. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski muhrlar, tushunarsiz yozuvlar, noto'g'ri sana. Tashkilot nomidagi xatolar bo'lganlar. Masalan, ishga kirgan sana 2003 yil, bo'shagan sana 2002 yil deb xato yozilgan bo'lsa, bu oddiy imlo xatosi emas, kelajakda muammo. Uchinchidan, tashkiloti yopilgan, tugatilgan, nomi o'zgargan korxonalarda ishlaganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlaganlar. Agar siz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda mehnat qilgan bo'lsangiz, o'sha davr pensiya hisobiga qanday kirishi alohida tekshiriladi. Har bir davlat bilan tartib bir xil emas. Beshinchidan, ijtimoiy yordam olayotgan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar. Chunki daromad va mulk bo'yicha ma'lumotlar mos kelmasa, yordam rad etilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlayotgan bo'lsangiz, oyligingiz bank orqali tushsa, ish beruvchi soliq va ijtimoiy ajratmalarni to'layotgan bo'lsa, Maykod-Kubuz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali mehnat faoliyatingiz ko'rinib turgan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Chunki ba'zida ish beruvchi sizni yarim stavka ko'rsatadi, oylikni kam rasmiylashtiradi, qolganini qo'lga beradi. Siz bugun 5 million olayotgandek bo'lasiz. Hujjatda esa 2 million ko'rinadi. Pensiya hisob kitobida esa qo'lga bergan pul emas, rasmiy ko'rsatkichlar ahamiyatli bo'ladi. Endi asosiy nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi har doim ham hamma muammoni hal qilmaydi. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar to'g'ri, tasdiqlangan va arxiv ma'lumotlari bilan mos bo'lishi kerak. Agar muhr o'qilmasa, tashkilot nomi to'liq yozilmagan bo'lsa, buyruq raqami bo'lmasa, ishga qabul va bo'shash sanalarida tafovut bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Ijtimoiy yordam va pensiya boshqa masala. Ko'p odamlar buni aralashtirib yuboradi. Pensiya asosan ish staji, yosh ish haqi va qonunda belgilangan boshqa mezonlarga bog'liq. Ijtimoiy yordam esa oilaning ehtiyojmandligi, daromadi, tarkibi, mulki, bandligi kabi ko'rsatkichlarga qarab belgilanadi. Masalan, bir oila daromadimiz yo'q deb murojaat qiladi, lekin oila a'zosining nomida avtomobil yoki faol tadbirkorlik bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Bu avtomatik tarzda hammasi rad etiladi degani emas, lekin savol tug'iladi va hujjat talab qilinadi. Uchinchi nozik jihat qarzdorliklar, ayrim holatlarda aliment, kredit, kommunal qarz. Sud qarori bo'yicha undiriladigan mablag'lar pensiya yoki daromadga ta'sir qilishi mumkin. Bu masalada ham odamlar ko'pincha kech biladi. Pensiya tayinlangandan keyin nega kam tushdi deb so'rashadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, majburiy ijro bo'yicha ushlab qolish bor. Shuning uchun 60 yoshga yaqinlashgan odam faqat pensiya hujjatini emas, o'zining qarzdorlik holatini ham tekshirish kerak. To'rtinchi nozik jihat chet eldagi mehnat. Masalan, fuqaro 10 yil Rossiyada ishlagan. U o'sha yerda rasmiy patent olganmi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Sug'urta badallari to'langanmi? Ishlagan davrini tasdiqlovchi hujjatlar bormi? Agar hujjatlar yo'q bo'lsa, men Moskvada 10 yil ishladim degan gap pensiya hisobida avtomatik tan olinmaydi. Chet elda yurganlar ayniqsa hujjatlarni oldindan yig'ish kerak. Shartnoma, ish beruvchidan ma'lumotnoma, to'lov kvitansiyasi. Migratsiya hujjatlari, tarjima va tasdiqlar. 5-nozik jihat ayollar bola parvarishi, dekret va tanaffuslar. Ayollar ko'pincha bir necha yil uyda farzand tarbiyasi bilan qoladi. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga kiritilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin buning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidagi buyruqlar, ta'til hujjatlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar kerak bo'ladi. Hujjat bo'lmasa keyin isbotlash qiyinlashadi. Men ayollarga alohida aytaman. Siz uyda o'tirgan yillarni ham tartibli hujjatlashtiring. Chunki bu yillar kelajakda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qachon, qayerda ishladingiz? Tashkilot nomi nima edi? Lavozim, ishga kirgan sana, bo'shagan sana.
Rahbar yoki kadrlar bo'limi kim edi? Tashkilot hozir bormi yoki yo'qmi? Bu ish oddiy ko'rinadi, lekin juda foydali. Chunki pensiya jamg'armasiga borganda yoki arxivga so'rov berganda siz aniq gapirasiz. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir yozuvni diqqat bilan ko'ring. Sana to'g'rimi? Muhr bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Tashkilot nomi to'liqmi? Bo'shash sababi ko'rsatilganmi? Agar xato topsangiz, keyin tuzatarman demang. Tashkilot hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga boring va tuzatish kiritish tartibini so'rang. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. 3-qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyBKX soliq organlarining shaxsiy kabineti, bandlik va mehnat munosabatlariga oid elektron xizmatlar orqali rasmiy ish joyingiz, daromadingiz, stajga oid ma'lumotlar ko'rinishini tekshirib boring. Agar siz rasmiy ishlayapsiz. Lekin tizimda ko'rinmayotgan bo'lsa, bu juda jiddiy signal. Demak, ish beruvchi sizni to'liq rasmiylashtirmagan yoki ma'lumotlar bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. 4-qadam, ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Ayniqsa pensiyaga 3-5 yil qolgan bo'lsa, oxirgi ish joylaringizdan ish haqi, lavozim, ishlagan davr, buyruqlar bo'yicha ma'lumotlarni oldindan yig'ing. Pensiyaga chiqqanimda olaman desangiz, o'sha paytda rahbar almashgan. Arxiv ko'chgan, korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Hujjatni oldindan olishning hech qanday zarari yo'q. 5-qadam, arxiv bilan ishlang. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz va u tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda aniq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy yillar, lavozim, qanday hujjat kerakligi. Masalan, 1996-2000 yillarda falon korxonada ishlaganim va ish haqim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. So'rovni yozma topshiring yoki davlat xizmatlari orqali yuboring, javob raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Men tushunaman, hayot qiyin, ba'zi ish beruvchilar rasmiy qilsak oyliging kamayadi deydi. Lekin kelajakda siz pensiya, kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, kompensatsiya, ishdagi baxtsiz hodisa bo'yicha himoyasiz qolasiz. Bugun qo'lga 5 ming so'm ko'proq olish uchun ertaga pensiyada har oy katta yo'qotish qilish mumkin. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Rasmiy oylikni haqiqiy daromadga yaqin ko'rsatishni so'rang. 7-qadam, ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlarni yashirmang. Oila tarkibi, daromad, mulk, ishlovchi a'zolar haqida noto'g'ri ma'lumot berish, keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish, yordamni to'xtatish yoki boshqa huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Agar oilada vaqtincha daromad kamaygan bo'lsa, buni hujjat bilan tushuntiring. Agar kimdir ishsiz bo'lsa, bandlik organiga murojaat qilganini ko'rsating. Davlat tizimlari bir-biri bilan bog'lanayotgan davrda yashirish eng xavfli yo'l. 8-qadam. Qarzdorliklaringizni tekshiring. Majburiy ijro byurosi, bank kreditlari, aliment, jarimalar, kommunal to'lovlar bo'yicha holatingizni bilib oling. Pensiyaga chiqish arafasida kutilmagan ushlab qolishlar bo'lmasin. Agar qarz bo'lsa, uni inkor qilmang. Tartibli to'lash jadvalini tuzing. Zarur bo'lsa huquqshunosdan maslahat oling. 9-qadam, hujjatlarni bitta papkaga joylang. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lum arxiv javoblari, sud qarorlari, chet eldagi mehnat hujjatlari, soliq to'lovlari kvitansiyalari hammasi tartibda bo'lsin. Original hujjatlarni alohida, nusxalarni alohida saqlang. Telefoningizda ham skaner qilingan ko'rinishini saqlab qo'ying. Lekin faqat telefonga ishonib qolmang. 10-qadam, muammo chiqqanda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, sizga stajingiz o'tmaydi deyishdi. Darhol nega deb og'zaki tortishishdan ko'ra yozma javob so'rang. Qaysi davr tan olinmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi asosga ko'ra rad etilyapti? Bular yozma bo'lsa, keyin shikoyat qilish, yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki sudga borish osonlashadi. Har bir murojaatning raqamini, sanasini, javobini saqlang. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Internetda hammaning pensiyasi kesiladi. 65 yoshdagilar puldan ayriladi. 40 yoshdan oshganlarga yangi majburiyat yuklandi kabi vahimali gaplar ko'p tarqaladi. Har bir xabarga ishonib vahimaga tushmang. Lekin umuman beparvo ham bo'lmang. To'g'ri yo'l shuki, vahimani chetga suramiz, hujjatni qo'lga olamiz, elektron ma'lumotni tekshiramiz,
yetishmayotgan joyini to'ldiramiz. Qonunchilikdagi o'zgarishlar odatda birdaniga hammani jazolash uchun emas, tizimni tartibga solish uchun bo'ladi. Ammo hujjati tayyor bo'lmagan odam tartibli tizimda qiynaladi. Shuning uchun men bugun sizni qo'rqitish uchun emas, tayyorlash uchun gapiryapman. Keling, yana real hayotga yaqin bir vaziyatni olaylik. Ilk yoshli ota pensiya tayinlatmoqchi. U 25 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Tekshiruvda u 7 yil to'liq tasdiqlandi. 8 yil bo'yicha arxiv ma'lumoti kerak bo'ldi. Agar u bu ishni 55 yoshida boshlaganda bemalol arxivga borardi, eski hamkasblarini topardi, hujjatni tiklardi. Lekin pensiya yoshiga kelib, pul zarur bo'lib turgan paytda yugur boshlansa, asab, vaqt va mablag' ketadi. Mana shuning uchun 40-35 yosh oralig'idagi har bir odam bugunoq o'z stajini tekshirishi kerak. Yana bir vaziyat. 5 yoshli ishchi qurilish firmasida ishlaydi. Oyligi 6 million so'm. Lekin rasmiy hujjatda minimal ish haqi atrofida ko'rsatiladi. U baribir pulimni olyapman-ku deydi. Lekin ertaga mehnat jarohati olsa, kompensatsiya rasmiy oylikka qarab hisoblanishi mumkin. Pensiyaga chiqqanda ham yuqori daromadi emas, rasmiy ko'rsatilgan daromadi hisobga olinadi. Demak, bugungi norasmiy kelishuv ertangi huquqni kamaytiradi. Yana bir misol. 6 yoshli ayol ijtimoiy yordam so'raydi. U uyda daromad yo'q deydi. Lekin o'g'lining nomida faol tadbirkorlik bor. Garchi o'g'li hozir foyda qilmayotgan bo'lsa ham, tizim buni ko'radi va qo'shimcha izoh talab qilishi mumkin. Bunday holatda darhol meni aldashyapti deb o'ylash kerak emas. Tadbirkorlik faoliyati to'xtatilganmi yoki yo'qmi? Soliq hisobotlari qanday? Haqiqiy daromad bormi? Bularni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Xulosa qilib aytaman. Bugungi eng katta o'zgarish shuki, davlat xizmatlarida hujjat va elektron ma'lumotning roli kuchaymoqda. Pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, ish staji va daromad masalasida keyin ko'ramiz degan davr tugayapti. Kim hujjatini vaqtida tartibga solsa, u xotirjam bo'ladi. Kim beparvo yursa, pensiya yoshida kutilmagan rad javobi, kam hisoblangan pensiya, yetishmayotgan staj yoki qayta tekshiruv bilan yuzlashishi mumkin. Siz bugun 3 ta ishni bajaring. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron bazalarda ma'lumotlaringizni ko'ring, yetishmayotgan hujjatlar bo'yicha arxiv yoki ish joyiga murojaat qiling. Agar ota-onangiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksalar elektron tizimlardan foydalana olmaydi, lekin ularning huquqi aynan shu tizimlarda ko'rinadigan ma'lumotga bog'liq bo'lib qolmoqda. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan stajingiz tan olinmagan bo'lsa, pensiya kam hisoblangan bo'lsa, arxiv hujjatini topa olmagan bo'lsangiz yoki ijtimoiy yordam bo'yicha rad javobi olgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni 4 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir vaqtida ko'rilgan bitta video, bir vaqtida yig'ilgan bitta hujjat va bir vaqtida berilgan bitta ariza ertangi pensiya va oilaviy xotirjamlikni saqlab qolishi mumkin.